Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Real Madrid jamoasining ashaddiy muxlislari, barchangiz bilan yana g'oyibona ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Videoga like bosing, biz esa Real Madrid haqida yangiliklarni sizga taqdim etamiz. Boshladik. Video ostida silka bor, ushbu silka orqali Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Jahon chempionati o'yinlarini Telegram kanalimizda yoritib boramiz. Jose Mourinho Bastonining Realga transferini shaxsan kelishib oldi. Portugaliyalik mutaxassis Jose Mourinho Inter himoyachisi Alessandro Bastonining Realga ehtimoliy o'tishi shartlarini allaqachon kelishib olgan. Bu haqida Defensa Central jurnalisti xabar bermoqda. Manba ma'lumotiga ko'ra, yozda Madrid klubiga tayinlanishi kutilayotgan murabbiy italiyalik futbolchi bilan shaxsan gaplashib, ehtimoliy transferni muhokama qilgan. Qayd etilishicha, Bastoni ham ushbu transferga rozilik bildirgan. Italiyalik markaziy himoyachi Mourinho uchun qaymoq ranglilar himoya chizig'ini kuchaytirishdagi asosiy maqsad hisoblanmoqda. Portugaliyalik mutaxassis Bastonini jamoa himoyasining yangi yetakchisi sifatida ko'rmoqda va Italiya terma jamoasi jahon chempionati 2026 da ishtirok etmasligi sababli transferni imkoni boricha tezroq yakunlashni istamoqda. Shu bilan birga Realda klub prezidentligi saylovlari yakunlanmaguncha hech qanday transfer tasdiqlanmasligi aytilmoqda. Avvalroq Bastonining ehtimoliy transferi borasida Barselona bilan ham aloqaga chiqilganligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Himoyachining Inter bilan amaldagi shartnomasi 2028-yil yozigacha mo'ljallangan. Alessandro joriy mavsumda Milan klubi safida 40 ta uchrashuvda ishtirok etib, 2 ta gol urdi va 6 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Real Madrid Chelsea yulduzi uchun 150 million yevro to'lashga tayyor. Real yozgi transferlar oynasida Chelsea yarim himoyachisi Enzo Fernandesni sotib olmoqchi. Ispaniya grandi futbolchi uchun katta mablag' tayyorlamoqda. Qaymoq ranglilar Enzo uchun 150 million yevro taklif qilishmoqchi. Yarim himoyachining o'zi ham Chelsea dan ketmoqchi. Mazkur transfer klubdagi prezidentlik saylovlarida g'alaba qozonishga intilayotgan Florentino Perezning shaxsiy tashabbusi hisoblanadi. Enzo Fernandesning Chelsea bilan tuzgan mehnat shartnomasi 2032-yilning yoziga qadar amal qiladi. Transfer Market portali futbolchining qiymatini 90 million yevroga baholamoqda. Real Madrid hujum chizig'iga super yulduz futbolchini olib kelish g'oyasidan voz kechmayapti. Gap Erling Haaland haqida bormoqda. Uning Manchester City bilan amaldagi shartnomasi 2033-yilning o'rtalarigacha mo'ljallangan. The Sun sahifalarida yozilishicha, Real Madrid Josep Guardiola Manchester Citydan ketganidan so'ng Haalandning o'z kelajagini boshqa klubda ko'rishi mumkinligi haqidagi har qanday ishoradan foydalanib qolmoqchi. Manbalarning xabar berishicha, Haaland hatto Manchester City APL titulini qo'lga kirita olmaganligidan oldinroq ham tushkun kayfiyatda bo'lgan. Pep Guardiolaning ketishi haqidagi mishmishlar esa haqiqatga aylandi, deyiladi maqolada. Transfer Market portali 25 yoshli Erling Haalandni 200 million yevroga baholamoqda. Sizningcha Erling Haaland Realga o'tishi kerakmi? Fikrlaringizni izohga yozib qoldiring. Mourinhoning Realdagi maoshi ma'lum bo'ldi. Madridning Real klubi bosh murabbiyi etib tayinlanganidan keyin Jose Mourinhoga yiliga 6 million yevro maosh to'laydi. Bu summa qaymoq ranglilarning sobiq bosh murabbiyi Xabi Alonsoning maoshiga yaqin hisoblanadi. Bu haqida Sport S nashri xabar berdi. Manbaning ma'lumotiga ko'ra, ayni damda portugaliyalik mutaxassis klub bilan bir necha mavsumga mo'ljallangan shartnoma imzolashi hozircha noma'lum. Avvalroq insider Fabrizio Romano portugaliyalik mutaxassis Madrid klubi bilan 3 yillik shartnoma imzolagani haqida ma'lum qilgan edi. Shuningdek, Sport S nashri Real Mourinhoning ayni paytdagi klubi Benficaga shartnomani muddatidan oldin bekor qilgani uchun 7 million yevro tovon puli to'lashi haqida xabarlarni tasdiqladi.
Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Real Madriddan hech bir futbolchini terma jamoaga chaqirmadi. Sizningcha Realdan kimlar Ispaniya terma jamoasiga chaqirilishi kerak edi? Fikrlaringizni izohga albatta yozib qoldiring. Biz esa siz bilan hozircha xayrlashamiz. Yaqin soatlarda yana g'oybona ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Bizdan uzoqlashmang.